Assalomu alaykum. Art vernissajning aziz tomoshabinlari. San'atning bir tomchisi loyihasiga xush kelibsiz. Siz bilan men Fazilat Fayzulayeva va bugungi mehmonimiz Sarvar Yo'ldoshev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatingiz yaxshimi? Zo'r, rahmat. Charchamayapsizlarmi? Rahmat, biz yaxshi. Bo'lmasa biz suhbatimizni boshlaymiz. Birinchi savolga o'tamiz. Nega aynan rassomlik sohasini yoki yo'lini tanlagansiz? Juda ajoyib savol. Bunaqa savol hali berishmagan edi. Avvalo taqdir, men shunaqa hisoblayman. Taqdir baribir insonni bir kasb tanlashiga o'zi yo'naltiradi. Agar bolaligimdan boshlaydigan bo'lsak, maktabda o'qish davrida endi hamma qator rasm chizganmiz biz ham. Rasm chizib, lekin boshqa fanlardan ham yaxshi o'qiganman. Umuman rassomchilik sohasidan ketish meni umuman xayolimda ham bo'lmagan. Asosan shu matematika, fizika, adabiyot, tarixlar bo'yicha o'sha olimpiadalarga borib turardim. Lekin orada bizni tasviriy san'at litsey internat ochilib qoldi. O'sha yerga endi uydagilar berishdi. Endi menga ham qiziq bo'lgan. Kirib o'qidim, o'qishni davom ettirdik. U yerda tasviriy san'at litseyida o'qib yurgan paytimda ham hatto 10-sinfgacha ham rassom bo'laman degan bir maqsad bo'lmagan, to'g'risi. Sababi boshqa yo'nalish bo'yicha ketsam kerak deb haligi shunaqa aniq maqsad bo'lmagan u paytda. Lekin san'at o'z og'ushiga tortdi meni. 11-sinfga borganda qaror qildim. Hamma qatori ishlab, chizib yurdim. Ilm olib, maktab san'at yo'nalishlari bo'yicha, tasvir san'at yo'nalishi bo'yicha ilm olib yurdim, o'qib. Oxirida baribir san'at, ijod meni o'z og'ushiga tortdi va rassomlik institutiga topshirib, kirib, mana tasvir san'at bo'yicha ijod qilib, izlanib kelyapmiz. Bu litseyga 9-sinfdan keyin 10-11-sinf o'qigansiz, 2 yil o'qigansiz. Yo'q, u litseyda 7-sinf bitirib borganman. 7-sinf 4 yil davomida ta'lim olganman. Shu 4 yil davomida 3 yilida ham hatto o'zimni shu san'at yo'nalishida ketaman deb, tasvir san'at yo'nalishida ketaman deb hech ham maqsadim ham, qarorim ham bo'lmagan. E'tibor bersangiz, savol berayotganimda rassomlik sohasi deb savol berdim. Fikringizni bilmoqchiman. Rassomlikni soha deb aytsa bo'ladimi? Bo'lishi mumkin. Soha shu borada ko'pincha shu tortishuvlar bo'ladi. Kasbmi o'zi, nima o'zi san'at degan tortishuvlar bo'ladi. Bu mening fikrimcha alohida bir yo'nalish deb bilaman. Shu agar kasb deb oladigan bo'lsak ham, rassomlik san'at yo'nalishini bir kasbda, xullas. Kasb deb aytsa bo'ladi, to'g'ri. O'ylaymanki, rassomlik tarixingiz tomoshabinlaringizga qiziq bo'ladi va ular o'ziga ilhom oladi. Ikkinchi savolga o'taman. Ilhomni qayerdan olasiz? Kim yoki nima sizni ilhomlantiradi? Ilhomni o'zi hamma ijodkor ham tabiatdan oladi, butun borliqdan oladi, insonlardan oladi, kitobdan oladi. Mana shu ijodkorlar qatori asosan tabiatdan olaman. Tabiatdan o'g'irlaymiz ilhomni, asosiysi, to'g'rirog'i. Pikassoni gapi borki, yaxshi rassom nusxa ko'chiradi, daho rassom o'g'irlaydi deydi-ku. Shu o'g'irlashga harakat qilamiz biz tabiatdan. Shunchaki ko'chirib emas, buyuk musavvir ishlaridan o'g'irlashga harakat qilamiz. Buyuk musavvir, Allohning buyuk musavvir desak, uni yaratgan asarlaridan o'g'irlashga harakat qilamiz. Shuni o'xshatishga harakat qilamiz. Biz odatda ilhomni asosan shu tabiatdan, ko'proq endi asarlar o'qiymiz. Biz badiiy asarlar o'qiganmiz. Shulardan ilhomlanib olamiz. Ko'cha-ko'yda sayohat qilganda shu holatlarda olamiz ilhomni asosan.
Odam bormi sizga ilhom beradigan? Biz hozir nima to'g'risida gaplashdik? Hozir imенно odam bormi? Kim sizga ilhom beradi? ilhom beradigan bir inson, aynan bir insonni ayta olmayman endi baribir. Ijodkor baribir hissiyotga beriluvchan bo'lishi kerak. Hissiyotga beriluvchan ham bir narsani ko'rganda hayratlanadigan bo'lishi kerak. Bir narsani ko'rganda hayratlansa u ijodkor bo'ladi, agar hayratlanmasa u olim bo'ladi deydi-ku. Shu qatori biz ham har bir narsadan falsafa qidiramiz, har bitta tabiat, har bir yaralgan detalidan falsafa qidiramiz. Aynan bir inson menga ilhom beradi deb ayta olmayman. U vaqti bilan o'zgarib turadi. O'zgarib turadi. Tushundim. Uchinchi savolga keladigan bo'lsak, asarlaringizda qanday g'oyani olib chiqishga harakat qilasiz? Asarlarimda asosan meniki simvolizm, romantizm yo'nalishi bo'lgani uchun asosan insonlarni men fikrlashga undashga harakat qilaman. Fikrlashga undashga harakat qilaman. Asarlarimni shunchaki ko'rib estetik zavq olib qolmasdan, u asarni ko'rib ozgina fikrlashini tarafdoriman. Yoki bir qaysidir asarga o'qishiga, bir asarni bu nima haqida ekan deb boshqa bir kitob o'qishiga yo bir fikrlashiga, tafakkur qilishiga, tadabbur qilishiga undaydigan bo'lsam, meni yutug'im shu deb bilaman. Sizlarni proyektinglarning nomi ham san'atning bir tomchisi. Bir tomchi suv bilan insonni hayotga qaytarish mumkin. Chanqagan insonni bir tomchi, shu bir yutum suv bilan insonni hayotga qaytarish mumkin. Shu qatori biz ham agar san'atda bir tomchi bo'lishga harakat qilayotgan davrimizda shu qaysidir insonni bir fikrlashga, bir haqni qidirishga, undashga targ'ibot qila olgan bo'lsak, bizni katta yutug'imiz deb hisoblayman. Har tomonlama har xil fikrlar va g'oyalar keladi shu so'zdan bo'yicha va asarlarga qaragandan bo'yicha ham, to'g'rimi? Shunaqa. Shu endi asarlar o'qib, shu asarlarga atab ishlaymiz yoki bir ijtimoiy, siyosiy holatlardan kelib chiqib, shulardan ta'sirlanib ishlaymiz biz odatda asar. Kelgusida ijodiy rejalaringiz qanday? Ijodiy rejalarimiz albatta kelajakda katta, buyuk, xudo xolasa yangi ko'rgazmalar qilish, xudo xolasa kuz oylarida ko'rgazma qilish, shaxsiy ko'rgazma qilish niyatim bor. Nasib qilsa, undan keyin dunyo ko'rgazma zallariga chiqish niyatimiz bor. Inshaalloh shu insonlarni fikrlashga undab, o'z asarimiz orqali qaysidir bir insonni ta'sirlantira olgan bo'lsak, bir yaxshi yo'lga, yaxshi hayotga qaytara olgan bo'lsak, albatta san'atdagi har bitta rassomga yutuq hisoblanadi deb o'ylayman. Umid qilamanki, xudo xolasa hamma rejalaringiz amalga oshadi yaqin orada. Siz bilan suhbat qurgandan juda ham xursandman, bag'oyat mamnunman. Sizga yoqdimi? Albatta, avvalo tashkil qilganinglar uchun, taklif qilganinglar uchun xursandman. Rahmat. Sizlarning ham ishlaringlarga rivoj tilayman. Art Vernissaj auksion uyi dunyo miqyosiga chiqib borayotganidan xursandman. Albatta kelgusi ishlariga rivoj tilayman. Omadlar tilab qolaman. Rahmat. Agar siz, aziz tomoshabinlar, Sarvar Yo'ldoshevning asarlarining bir parchasiga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizning saytimizga murojaat qiling: artvernissaj.art va ko'rishguncha.